Albatta, o'tkazishga shoshilmang. Siz bu videoni aniq ko'rishingiz kerak. Iminni bo'ydoq insonlarga podelиться qilamiz. O'g'lim shunga arziydi. Shuning yaxshilardan ko'rsating. Agar kalba bola 8-9 ta bo'lsin narxi. Erkak kishi ustun bo'ladi. Oyi qarang bo'lmaydi. Mayli O'zingiz fikringiz bo'lsin. Siz bu insonni qizini lozim ishtoq bering unga. Lozim ishtoq kiysa arziydi. Chunki sizni fikringiz yaxshi. Albatta, diqqat bilan tinglang. Bu video bo'ydoq akalarimizga, qadrdonat qadrdonlarimizga, iminni kiyim-kechak sarpo deb tarashayotgan insonlarimizga bag'ishlanadi deb ayta olmayman. Ayrim shunaqa insonlar bor. Siz qanaqa fikrdasiz? Qizlar, o'g'il-o'g'illar, samig'lam, prichurlar kiyim-kechakka arsimagan matoga emas, qaytarib aytaman, oilaga, ya'ni baxt tushunchasini ko'p inson yaxshi biladi. Kimdir pulda, kimdir boshqa narsada deydi. Birinchi o'rinda oilani qo'yamiz. O'sha uchun sal uylanishdan oldin e'tibor beramiz. Bu nima sababdan? Kim kechaymi? Qarang, bu bir azgina erkak bo'ladi. Mushuk bo'ladi azgina inson. Kasbini boshida qo'ysa, yurma. Olmay chiqay. Akamizga, savdogar akamizga respekt. Shunaqa mard insonlar oramizda bor, men xursandman. Sal e'tibor beraylik, sal e'tibor beraylik. Iloji boricha, ya'ni to'ylar ko'paysin, bo'ydoq yurgan insonlar uylansin, ya'ni eslatib o'taman, arzimagan narsaga e'tibor berib, hayotda bir keraksiz matolarga bir bog'lab qo'ymaylik.